To'xtang. Sherzod, nima qilyapsiz? Rozetga qo'yaman. Voy, mana shu po'rkadami? Ha. Shu po'rkada qotillangan narsa emas, Sherzod, bu bir aytam chiqqandir o'sha. O'zi anaqa yaxshi emas ekan-da rozetga. Yo'q, bu rozetka yaxshi yomonligidan emas, shu po'rkada qotirsangiz, qanaqa brend rozetkasini olib kelsangiz, siz brakka chiqaraverasiz. Uni atverkada qotirish kerak. Sherzod, mana mana shu atverkada bitta qotirib ko'ring siz, xudo xolisa. Hurmatli o'rtoqlar, rozetka yutchatirlarni shu po'rkada qotirmaymiz, chunki rezbasini yedirib olish mumkin. Shu po'rkani bilasizlar, moshinasi qattiq bo'ladi. Yo oddiy atverka yoki elektronning atverkalarda qotirsak bo'ladi. Chunki har bitta, demak, buriydigan boltlarimizning, shuruplarimizning o'zini newtonometrda o'lchami bo'ladi. Uni dinamometrik atverkada qotirsak, undan ham yaxshi bo'ladi. Lekin hozirgi vaziyatda oddiy atverkada qotirganimiz yaxshi. O, Sherzod qalay qotyapti? Yaxshi qotyapti. Mana bu quloqlari to'g'riroqda qotarganda yaxshi ekan. Aytdim-ku, sizga bozordagi narxiga yarasha eng yaxshi mahsulotlardan bittasi hisoblanadi. Mana ramkasi ham bor. Profitech deb nomlangan mahsulot. Ramkalari juda ham chiroyli, tonki qilib ishlangan. Hozirgi kunda dizaynerlarga juda ham yoqib tushgan stildagi, modeldagi rozetka vyuchatorlar hisoblanadi. Ustida antibakterial qoplamalari bor. Vyuchatorlarni o'chirib yoqishga 40 ming marta, demak, limit berilgan ekan. 10 yil garantiya hamda -40 dan 70 gradusgacha bo'lgan harorat diapazonida ushbu mahsulotdan bemalol foydalanish mumkin ekan. Mahsulot yoqdimi? Yoqdi, chiroyli ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli o'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, bizani kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum.